Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu Uyg'urcha tamoqlar sog'lommi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Mening bu temada leksiya so'zlashimning asosli sababi ba'zi qarindoshlar mendan shu Uyg'urcha tamoqlarniki sog'lomlik to'g'risida ba'zi savollarni so'ragan va shundaqla o'ziningki shu Uyg'urcha tamoqqa bo'lgan ko'z qarashlarini men bilan o'rtoqlashgan edi. Men uningdan shuni bayqadimki, bizdagi shu sog'lomlik bu sog'lomlik huquqiga bo'lgan ba'zi savodlarninki kamchilligi, anandan keyin ba'zi qarindoshlarning o'z sog'lomligini nima yeyish, nima yemaslik bilanla kelsa bog'lab tushunib olganligi ni bayqadim. Shu sababdan men bugun shu Uyg'urcha tamoqlar sog'lommi degan shu temani cho'rdigan holda shu sog'lomlik bilan yemak-ichmak orasidagi ba'zi munosabatlarni qisqacha sizlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishni umid qilaman. Biz shu yashash jarayonida har kuni degidek har xil o'xshamagan yemekliklarni iste'mol qilamiz. Endi bu har xil yemekliklarninki tarkibi ya'ni bizningki badanga ehtiyojli bo'lgan moddalarni qandaq turlarga ayirishga bo'ldi degan vaqtida ularni asosliqi ikki turga ayirishga bo'ldi. Ya'ni bizning badanimizni yoki bizning kundalik harakatlarimizni, faoliyatlarimizni energiya bilan ta'minlaydigan moddalar va energiya bilan ta'minlamaydigan, ya'ni badanniki fiziologiyalik funksiyasi uchun zarur bo'lgan, biroq badanni energiya bilan ta'minlamaydigan moddalar deb ikki xil moddaga ayirishga bo'ladi. Ya'ni biz mayli nima yeyli, nima yemayli, bütün har xil tamoqlarning turlarini faqat shu ikki turga ayirishga bo'ldi. Endi undaqda energiya bilan ta'minlaydigan, ya'ni bizning badanimizni, kundalik harakat faoliyatlarimizni energiya bilan ta'minlaydigan yemak oziqliqlar nima degan vaqtida oqsil, may, karbon suv birikmasi, ya'ni shakar. Endi oqsil degan vaqtida uning asosli tarkibi asosliqi shu har xil amino kislotasi. May degan vaqtida foydali va ziyonli kolesterol, to'yingan va to'yinmagan may, omega 3 degandagidek har xil maylarni o'z ichiga oldi. Karbon suv birikmasi degan vaqtida, ya'ni shakar degan vaqtida oddiy yoki taq shakar, jup shakar, murakkab shakar, ya'ni ko'p shakar degandagidek har xil shakar moddalarini o'z ichiga oldi. Endi badanni energiya bilan ta'minlamaydigan moddalar, ya'ni hech qanday energiyasi yo'q bo'lgan modda. Faqatla shu badanniki normal funksiyasi uchun muhim rol o'ynaydigan, biroq badanni energiya bilan ta'minlamaydigan moddalar qaysi moddalar degan vaqtida suv, talalar, ya'ni fiber, anandan keyin har xil vitaminlar, har xil moddalar, ya'ni natriy, xlor, kaliy, kalsiy, temir, magniy qatorliq har xil moddalar. Bular badanda zarur bo'lib, badanga zarur bo'lib, har xil muhim rollarni o'ynasimi, biroq u badanni energiya bilan ta'minlamaydi. Endi bular endi biz shu kundalik iste'mol qilgan tamoqdan badanimiz ega bo'ladigan modda, ya'ni tamoqning asosiy tarkiblari. Undaqda badanning kundalik energiya ehtiyoji qandaq bo'ladi? Endi bunda bu badanning kundalik energiya ehtiyoji bovoqlar, o'sib yetilayotgan bolalar va balog'ga yetganlar, anandan keyin yashanganlarda biroz farqli bo'lib, bu bugun men bu masalaga bak konkret kirmayman. Asosliqi shu
balog'atga yetganlar to'g'risida ko'proq to'xtalaman. Hamda buvaqlarning va o'sib yetilayotgan bolalarning kundalik energiyaga bo'lgan ehtiyoji nisbatan yuqori bo'lib, ular erishgan energiya hem kundalik harakat, har xil faoliyat ehtiyojini qondiradigan bo'lsa, hem badanning o'sib yetilish ehtiyojini qondirish kerak. Ya'ni mundaq chiqqan vaqtida bu bolalarniki badan ig'irligi bilan silishtirgan vaqtida ularning energiya ehtiyoji balog'atga yetganlardan yuqori bo'ldi. Uning asosli sababi hem kundalik harakat faoliyat uchun hem badanning o'sib yetilish ehtiyoji uchun energiya ehtiyojli bo'lganligi uchun odatda balog'atga yetganlardan nisbatan energiyaga bo'lgan ehtiyoji ularning yuqori bo'ldi. Endi balog'atga yetganlarning desak, ularninki energiyaga bo'lgan ehtiyoji bu badan o'sib yetilish to'xtaganligi uchun badanning o'sib yetilishiga keraklik bo'lgan ehtiyojiga ortiq ehtiyoj bo'lmaydi. Faqat kundalik harakat faoliyatlar uchunla yetarli energiyaga erishsa, shu yetarlik. Endi jismoniy emgak bilan shug'ullanayotgan kishilarninki kundalik energiyaga ehtiyoji bo'lgan ehtiyoji nisbatan yuqori. Ya'ni aqliy emgak bilan shug'ullanganlardan yuqoroq bo'ldi. Ular shu energiyani ko'ydirish orqali shu jismoniy emgakka yetarlik harakatlarga ishlatadi. Anandan keyin qolgan hamda mutlaq ko'p sondagi balog'atga yetgan kishilar kunda 1800 bilan 2200 kaloriya energiyaga ehtiyojli bo'ldi. Ya'ni men yuqorida deb o'tgan o'sib yetilayotgan bolalar, anandan keyin ig'ir jismoniy emgak qiladiganlarga nisbatan sal ortiq energiyaga ehtiyoj bo'lgandan boshqa ko'pincha balog'atga yetganlarniki kundalik energiyaga bo'lgan ehtiyoji shu 1800 kaloriya bilan 2200 kaloriya orasida bo'ladi. Ama yuqorida shu biz kundalik iste'mol qilgan yemekliklarning ichidagi shu badanni energiya bilan ta'minlaydigan moddalar to'g'risida qisqacha to'xtaldim. Endi bu shu moddalar biz kunda iste'mol qilgan shu energiya bilan ta'minlaydigan 3 xil modda, ya'ni oqsil, may, ya'ni karbon suv birikmasi yoki shakar bizning badanimizni qanchalik energiya bilan ta'minlaydi degan vaqtida her 100 gram oqsil 400 kaloriya energiya bilan ta'minlaydi. Her 100 gram may 900 kaloriya energiya bilan ta'minlaydi. Anandan keyin her 100 gram karbon suv birikmasi, ya'ni shakar bizning badanimizni 400 kaloriya energiya bilan ta'minlaydi. Hamda yuqori deb o'tgandagidek, shu badanni energiya bilan ta'minlaydigan yemekliklarninki asosligi shu may, oqsil, may, shakar ekan. Undaq bo'lsa, badan ehtiyojli bo'lgan, kundalik ehtiyojli bo'lgan energiyaninki energiyalarni bu 3 xil moddalardan qandaq erishgan vaqtida sog'lom bo'ladi degan vaqtida hozir mutaxassislarning ko'pinchisining fikri, ya'ni misolanga odam o'tir hisob bilan 2000 kaloriya energiyaga ehtiyojli deb qarasak, uning 30% energiyasi oqsildan. Ya'ni oqsil deganimizda har xil go'sht, tuxumning iqi, süt va purchaqdan yasalgan yemekliklar. Bularning hammasining yig'indisi bo'yicha hisoblagan vaqtida odam kuniga faqat va faqatla 150 gram shu moddalarga ehtiyojli. Ya'ni bu 150 gram bu shu har xil go'sht, tuxumning iqi, süt va purchaqdan yasalgan shu tarkibida oqsil bor moddalarning umumiy miqdori, ya'ni kundalik badan ehtiyojli bo'lgan miqdor oran 150 gram bo'lib, uningdan odam 600 kaloriya energiyaga erisha oladi. Aningdan keyin bu kundalik energiyaninki 30% energiyasini maydan qabul qilish kerak. Hamda
Men yuqori deb o'tgan 100 gram mayda 900 kalori energiya bo'lganligi uchun shu har xil go'sht, hayvon va o'simliklarninki miyi, ya'ni tuxumning seriqi, süt, qaymoq degandagidek mush tarkibida may va moddalardan bir kuniga faqat 67 gram iste'mol qilishga, uningdan 600 kalori energiya ilishga ehtiyojliq. Uningdan ortiqi, ya'ni badanga nisbatan ortiq bo'lib, bizningki sog'lomligimizda salbiy rol o'ynashi, ya'ni yomon ta'sir keltirishi mumkin. Andan keyin bu odam badaniga kundalik ehtiyojli bo'lgan energiyaning 40%ni shu karbon suv birikmasi, ya'ni shakardan erishgan vaqtida bu bir sog'lom yemaklik odati hisoblanadigan bo'lib, bu karbon suv birikmasi tarkibi va yemakliklar, nima yemakliklar degan vaqtida guruch, bug'doy, qo'noq qatorliq dalliq ziroatlar, har xil ko'ktatlar, yelimishlar, har xil totliq yemakliklar. Bularning hammasida shu karbon suv birikmasi va shakar moddasi mo'l bo'lgan bo'lib, bu yemakliklarninki badanga bo'lgan kundalik ehtiyoji 200 gram. Ya'ni 200 gram bu karbon suv birikmasi, ya'ni shakar bizning badanimizni 800 kalori energiya bilan ta'minlaydi. Shundaq bo'lgan vaqtida bizningki bu 3 xil energiya ta'minlaydigan moddalardan erishgan kundalik energiya 2000 kaloriya bo'ladi. Bunda chiqqan vaqtida agar biz buningdan ortiq yesak, bu badanda semizlik paydo qilishi yoki sog'lomligimizga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Albatta, biz buningdan bak oz yesak, ya'ni kam yesak, kundalik shu badanning energiya ehtiyojiga yetmasligi, andan keyin bu yetmagan qismini badandagi mayni ko'ytirish orqali erishishi mumkin. Shunday bo'lgan vaqtida agar kundalik qabul qilgan energiya miqdori badan ehtiyojiga yetmagan vaqtida bu odamda o'rg'lash bo'ldi. Bu xil ahvol uzun muddat davomlashgan vaqtida balkim oziq yetishmaslik, ya'ni oddidan ziyoda o'rg'liq kelib chiqishi mumkin. Shunga biz badanimizni bir xil yo'sinda saqlab qolamiz, badan ig'irligimizni bir xil yo'sinda saqlab qolamiz desak, shu kundalik iste'mol qilgan energiyaning miqdori badanning kundalik ehtiyojidan oshib ketmaslik kerak. Endi bu rasmda ko'rsatilgani sol tarafdagisi Amerikaniki Harvard University'niki shu yemekshunoslarniki tavsiyasi, ya'ni kundalik yemekliklarda sog'lomligimizga kafolatlik qilish uchun qandaq yemekliklarni iste'mol qilish degan to'g'risidagi bir ko'rsatma. Bu nihoyatda tafsili tushuntirilgan bo'lib, yeshil rangliki shu har xil sayko'ktatlar, qizil rangliki shu yalimishlar, andan keyin go'sht rangliki shu bug'doy guruch qo'noq degan shu oziq nimadan erishadigan yemakliklar, andan keyin seriq rangliki shu oqsil tarkibi va yemakliklar, ya'ni go'sht, tuxumning iqi, süt degandagidek har xil shu tarkibida oqsil bor yemakliklar. Hamda bu yerda yuqorida men deb o'tdim, suv badanda nihoyatda muhim, biroq badanni energiya bilan ta'minlamaydi. Bu hamda biz yuqorida deb o'tgan 2000 kaloriyaning sirtidagi yemak-ichmakliklarga kirdi. Hamda bu o'ng tarafidagisi Avstraliya hukumatiniki shu sog'lom yemakliklarga tutgan ko'rsatmasi ekan. Buningdami sizlar ko'rayotganinglardek shu yemakliklarniki, kundalik yemakliklarniki tangshilish ahvoli nihoyat yaxshi ko'rsatilgan.
Endi biz nima uchun yemeklik yeymiz degan vaqtida badanimizningki fiziologiyalik ehtiyoj uchun yemeklik yeymiz endi. Biz nima uchun o'xshash yemeklikni o'xshamagan usulda yeymiz. Ya'ni Uyg'urcha ya boshqacha, Amerikacha, Italiyacha, Fransuzcha degan vaqtida bu insonlarniki o'zininki shu yaxshi ko'rishiga, ya'ni o'sib yetilgan sharoit har xil sabablar tufaylidan shu o'zininki huzurlanish, ya'ni tomoqning ta'mi uchun uni o'zi ko'ngan usullarda yeydi. Bunday aytgan vaqtida birisi, ya'ni badanningki fiziologiyalik ehtiyoj uchun bo'lsa, ya'ni bizi uningdan huzurlanish, ya'ni bahramand bo'lish uchun biz tomoq yeymiz. Undaqda bu sog'lom oziqlanishda muhim bo'lgan omil nima degan vaqtida bu sog'lom oziqlanishda muhim bo'lgani ma'lum bir millatning tomoqi emas, balki kunda iste'mol qilgan yemeklikning umumiy energiya miqdori, tarkibidagi moddalarning badan ehtiyojidan ortiq yoki kam bo'lishi va uning oziqliq tangtongligi. Ya'ni biz mundaq aytgan vaqtida biz cho'qim Uyg'urcha tomoq sog'lom emas yoki Fransiyacha tomoq sog'lom yoki boshqalarning tomog'i sog'lom degan bo'lmaydi. Undaq deyamaymiz. Bu yerda sog'lom bo'lgani ma'lum bir millatningki tomoq etish usuli yoki tomog'i bo'lmasdan, balki shu yegan tomoqningki umumiy energiya miqdori. Men yuqorida deb o'tdim, badan odatda kuniga taxminan 2000 kalori yoki bo'lmasa 1800 dan 2200 kaloriyaga ehtiyojli bo'lganligi uchun agar badanimiz qabul qilgan tomoq buningdan ishib ketsa, bu sog'lom emas degan gap. Anandan keyin uning tarkibidagi har xil moddalar badanning ehtiyojini qondirolmasa, u sog'lom emas, qondirolmasa yoki badan ehtiyojidan ishib ketsami sog'lom emas. Anandan keyin bu yemekliklar orasida men yuqorida deb o'tgandagidek 30%, 40%, 30% shu 3 xil energiya ta'minlaydigan moddalardan erishgan energiya va ularning orasidagi tangtongliq buzilgan vaqtidami bu sog'lom emas. Ya'ni ba'zi sog'lom bo'lmagan masalalarni keltirib chiqarishi mumkin demakchi. Endi yuqorida men deb o'tgandagidek, bu sog'lomlikqa ta'sir ko'rsatadigan yolg'iz sog'lomlikqa ta'sir ko'rsatadigan bu millatningki tomoq etish usuli bo'lmasdan, balki shu tomoqningki miqdori, energiya miqdori, tomoqning tarkibidagi moddalarning badanga bo'lgan ehtiyojini qondirolmasligi, andan keyin yemeklik tangtonligi deb o'tdim. Endi bu yerda konkretlashtirib desam, sog'lomlikqa ta'sir ko'rsatadigan yemeklik omillari nima degan vaqtida, birinchisi har xil ximiyalik ta'm tangshigich, ya'ni yemeklikka qo'shgan har xil ximiyalik ta'm tangshigishlar, bular sog'lomlikqa haqiqiy ta'sir ko'rsatadigan omillar. Ikkinchisi tuzning miqdori, ya'ni biz kunda 3 grammdan ortiq tuz yegan vaqtimizda bumi sog'lomligimizga alohida ta'sir ko'rsatadi. Qon besimini yuqoriltirish va boshqa börekka zaxm qilish degandek boshqa yomon ta'sirlarni keltirib chiqishi mumkin. Uchinchisi to'yingan may miqdori, ya'ni saturated fat. Bumi bizning sog'lomligimizga ta'sir ko'rsatadigan omillar. Amal bor, bu to'yingan maydan yiroq turishimiz kerak, ya'ni saturated fatdan yiroq turishimiz kerak. Andan keyin yana to'rtinchisi hidrogenlashtirilgan may. Yani buni inglizcha trans fat deymiz. Buningdan yiroq turish kerak. Bular hammasi sog'lomligimizda ziyon keltirish ehtimoli bo'lgan moddalar. Andan keyin ehtiyojdan ortiq energiya. Men yuqorida deb o'tdim, badanning kundalik energiyaga bo'lgan ehtiyoji 1800 kaloriyadan 2200 kaloriya atrofida. Bu badanningki ehtiyojini ishib ketgan energiya bizningki badan sog'lomligimizga ta'sir ko'rsatishi, samirtib o'tishi va har xil oziqlik bilan munosabat kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Oltinchisi kundalik yemeklik tarkibidagi har xil vitaminlarning badan ehtiyojidan kam yoki ortiq bo'lishi. Biz kam bo'lgan vaqtida ba'zi kasalliklarni keltirib chiqardi deymiz, lekin ko'pinchimiz
ortiq iste'mol qilsak qandaq bo'ldi deganni bak o'ylab boqmay, voy vitamin foyda qildi desa, vitaminni ko'plab iste'mol qilib olamiz. Amaliyotda bu vitamin kam bo'lsa-mu bo'lmaydi, ortiq bo'lsa-mu bo'lmaydi. Shunga voy vitamin foydali ekan deb qancha jiq yesa shuncha yaxshi bo'ldi deyish deb qarashning o'zi xato. Yettinchisi ozuqliq tangpungligi. Ya'ni garchi umum ozuqliq miqdori badan ehtiyojidan ortiq bo'lmasa-mu, biroq ba'zi ozuqliq miqdorining badan ehtiyojidan ortiq bo'lishi va ba'zi ozuqliq miqdorining badan ehtiyojidan kam bo'lishi-mu bizningki sog'lomligimizga alayda ta'sir ko'rsatadigan omillar hisoblanadi. Ya'ni bu yerda mushu kunda iste'mol qilgan ozuqliqlarning tangpungligimi sog'lomligimizda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. 8-si bulg'angan yemekliklar. Bulg'angan yemekliklar degan vaqtida har xil ximiyalik yoki biologiyalik moddalar bilan masalan mikrob deymiz, bakteriya deymiz yoki boshqa ximiyalik har xil narsalar bilan bulg'angan yoki vaqt o'tib ketgan yemekliklar shu bulg'angan yemeklik omillariga kirdi. Bularning hammasi bizningki sog'lomligimizga ta'sir ko'rsatadigan yemeklik omillari. Endi bu rasmda men shu bir necha xil tomoqni misol xarakterda o'tirib qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Birinchisi o'ng tarafdagi yuqoridagi Turkiyaningki tomog'i, o'rtalikdagi arabcha tomoq, andan keyin sol tarafdagi amerikcha tomoq. Endi bu yerda yuqoridagi 3ni men sog'lom bo'lmagan tomoqning misoli deb qarasam, tövendagi Italiya, Fransiya, Yaponiya. Bular nisbatan aytgan vaqtida hozir shu xalqarada sog'lom deb qaralgan tomoqlar. Bu rasmdan ko'rib olganimizdagidek bu yerda asosli farq yolg'iz bu tomoqninki itilish usulidagi farq bo'lmasdan, balki miqdordagi farq, ya'ni bu miqdor jihatda sog'lom bo'lmagan tomoq deb qaralgan tomoqlarniki, ya'ni u xalqlarning tomoq iste'mol qilish miqdori sog'lom deb qaralgan davlatlardagi xalqlarning tomoq iste'mol qilish miqdoridan yuqori bo'lib, Yaponiyada hammamiz bilamiz, bularning tomoq nisbatan sog'lom deb qaralgan. Uning asosli sababi ularningki tomoq miqdori nisbatan oz. Fransiyalikning shundaq, Italiyalikning shundaq, hamda Amerikada Amerikaliklarning tomog'imi sog'lom bo'lmagan tomoq qatoriga kirdi, chunki ularningki bo'lib shu o'rta to'van kirimdagilarningki tomoq iste'mol miqdori haddidan ziyoda ko'p. Demak, sog'lom bo'lmag'ini tomoq etish usuli emas, balki tomoqning tarkibi va miqdori. Bu yerdami o'xshashlar 6 xil tomoqni qarindoshlar bilan o'rtoqlashish uchun sundim. Ya'ni yuqoridagi 3i mayli yaponcha tomoq bo'lsin va yoki boshqa tomoq bo'lsin, bu yerda asosliqi tomoqning miqdori haddidan ziyoda ko'p bo'lganligi uchun bu sog'lom bo'lmagan tomoq qatoriga kirdi. Andan keyin tövendagi bizning hammamizga tonish bo'lgan Uyg'urcha tomoq. Agar bu tomoqningki miqdorini tövənləsək, ya'ni bizningki badan ehtiyojimiz, ya'ni kundalik energiyaga bo'lgan ehtiyojimiz doirasiga ozlatsak, bu hargiz sog'lom bo'lmagan tomoq hisoblanmaydi. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida bizningki yemekligimizdagi sog'lom bo'lmagan omil u yemekligimizning nimasi emas, etish usuli yoki ta'mi emas, balki biz iste'mol qilgan tomoqningki bak ko'pligi, ya'ni uningki badanimizga ta'minlagan energiyasining ko'p bo'lishi, ya'ni badanning ehtiyojidan ortiq energiyani qabul qilganimiz va shuning uchun harakat bo'lmaganligi uchun bu tomoq bizga
ziyon selish ehtimoli bor degan gap. Albatta men yuqori deb o'tgandagidek, anandan keyin oziqliq yemaklik tarkibidagi har xil moddalarning tangpungligi, badanning ehtiyojini qondirmasligi, anandan keyin bu yemakliklardagi tuz va boshqa ziyonli moddalarning oz ko'pligi, anandan keyin mushu badanga zarur bo'lgan har xil vitaminlarniki mush tomoqimiz tarkibida yetarlik bor yo'qligi. Bularning hammasi bizningki sog'lomlik qimizga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omillar. Shunga bu yerda xulosalab desam, bu sog'lom bo'lmag'ini bizning tomog'imiz emas, balki tomoq yeyish usulimiz, yegan tomoqning miqdori va tomoq tarkibidagi badanga ehtiyojliq bo'lgan moddalarniki badan ehtiyojidan kam bo'lishi yoki yuqori bo'lishi. Bularning hammasi bizningki sog'lomligimizga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omillar. Bugungi bu Uyg'urcha tomoq sog'lommi degan bu qisqa leksiyani shu yerda to'xtatmoqchi. Men yuqorida xulosalab degandagidek, bizningki tomog'imiz hargizmi sog'lom emas deydigan gap yo'q. Sog'lom bo'lmag'ini faqatla biz yeyotgan tomoqning miqdori va uning tarkibi. Agar biz tomog'imizningki miqdorini tuvallatib, uningki tarkiblarini sog'lomlashtirsak, Uyg'urcha tomoqmi o'xshashla sog'lom yemekliklar hisoblanadi. Hammanglarning ko'ngil qo'yib anglag'aninglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.